Mayli nima deymiz bo'lmasa, farzandli muborak bo'lsin. Bugungi o'tirish Muslim hisobidan. Ha, 100%. Shuni bugun emas, keyingi safar qila olaylik. Keyingi safar san top bo'lmaydi. Bekorga san chaqiryapman deydi. Berishing kerak. Bunaqa kun har doim ham bo'lmaydi. Bo'ldi, endi eriysan bugun. Bo'ldi, eriyman, erish qochmaydi. Faqat keyingi safar qilaylik. Bunaqa kun har doim ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Gapirlar. Super. Mujik bo'l. Men o'g'illi bo'lganimda qilib berganman. Kelgansanlar. To'g'ri. Bir baho. Xullas, bugungi dasturxon Muslimni bo'ynida. Bunaqa qattiqlik qilmasan og'ayni. Mana qara, otni kallasida naq bo'lmaydi xullas. Arzimagan shotdan qochmagin-da. Unaqa qattiqlik qilmay, o'z eyningga kiyib olgan narsangni qara, qimmatligi bilinib turibdi. Men bitta shotdan qochyapsiz. Nima ish biladi endi. Deb tur bitta kiyib ko'ring, ko'zimga yaxshi ko'rindi lekin bor. Tur. Oka, shu ozgina qimmatroq kelib qoldi-da. Shunga telefonimni zalogga tashlab ketsam-da, 2 soatdan keyin pulni olib kelib telefonimni olib ketaman. Qanaqami aka? Aniq aka, men telefonimni bitta ko'ring. 100%. Iye. Mana plyus bor ekan-ku. Yarashdimi? Senga olgandan ekan. Biladi bu ham nima kiyishni bor. Sen ba'zi kiysan sen. Chunkilar ham xuddigina ekan, chunkilar. Pulim bor ekan aka. Ey, yo'q bo'lib ketmalaring. Oyligim sizga berib yuborarman o'rtoq. Yer uyingga tashab qo'yaman. Ma'mur rostdan yoqdimi? Berib yuboraman. Ey, yarashgani ham yo'q. Senga ham yarashmagan lekin.